Sobiq sevgilingiz siz haqingizda nimani o'ylayapti? Bu общий расклад, hammaga ham tushmasligi mumkin. Shaxsiy расклад uchun Fortuna 20-25 ga yozasizlar, kelishasizlar, to'lovini qilasizlar va savdolashmanglar. O'z shunaqam narx arzon. Va shaxsiy расклад olishingiz mumkin. Navbatga kiritib qo'ysam. O'sha kuni ololmasangiz, ertasi kuni olasiz. Xo'sh, sobiq sevgilingiz haqingizda nimani o'ylayapti? Qiziq bo'lsa ko'ring. Bo'lmasa o'tkazib yuboring. Afsuslanyapti. Hamma narsani o'zim barbod qildim deb afsuslanyapti. Sog'ingan. Siz juda ham chiroylisiz. Unga nisbatan har tomonlama. Aqlli, seksualniy. O'zi pul topa oladigan, o'zini eplaydigan. Властныйsiz, властный, kuchli, aqlli. Sog'ingan. Sog'inadi. Nima deb o'ylayapti? Mana siz yana chiqyapsiz. Siz dostatkni bilasiz, pul topishni bilasiz. Siz aqllisiz rostdan ham. Uyim joyim deysiz va komfortda yashashni uddasidan chiqa oladigan shaxssiz. Komfortda ham yashayapsiz hozir. Usiz ham zo'r yashayapsiz. Xo'sh, yana nima deb o'ylayapti? Voy. Men qanday bo'lmasin, harakat qilaman deyapti. Harakat qilaman, yarashishga harakat qilaman degan xayol ham bor. Nimani o'ylayapti? Unga u bilan yarashishim uchun sovg'a qilishim kerak, pul qilishim kerak. Uni уровени sizga yetmaydi. Uni уровени yetmaydi. Duxovniy, masalan, уровень fizический tana bo'yicha mos kelishi mumkin, suhbatlar bo'yicha biroz tak. Bu duxovniy, ruhan o'sgan, hayot tajribasiga ega emas u. Hali o'sish kerak. Hali o'sish kerak. U yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi. Влюблённый karta. Yaxshi ko'radi. U nega unaqa qildi deb qo'yaylikmi? Bu strashniy sud bo'ldi, karmasi. Oldin u uchun rosa qiynalgansiz. Endi u qiynalyapti. O'ziga qaytdi. Bumerang. Qaytar dunyo. Bunaqasi soliga unaqacha zo'r super emas. Yolg'iz u. Sizdan uverенность olib yurgan. O'zini oilaviy mas'uliyati bor. U pul topmasa hech kim kerak emas. Maqsadlari katta, lekin yolg'iz. U lekin baribir ko'rishib, sizga qanaqadir sovg'a berib